bular bo'pshi bo'lmaydi-da. Nega deganda bu nima qiladi? Rivoj olib ko'payib ketadi. Keyin уже серьезно. Buni hozir bitta vrachga borsangiz, uning оружие qanday оружиеsi bor? Operatsiya. Operatsiya bo'lgandan keyin bu olima hayotim. Men hozir mana 55 yil только onkologiya qaradim. 55 yil bo'ldi işte. Bu qancha el keladi, qancha biladi, уже pishib qolgan biz ne uchun? Men operatsiyaga bermay xarakterim. Mana hozir mana onkologiyaga boraman, любой davlatga borsam onkolog bilan urushib ketadi. Потому что у них протокольный, как говорится, лечение это бизнес. Знаете, только bu o'limga olib boradi, но в лучшую сторону yo'q-da. O'shaga mana hozir qanchasi bilan hozir sizlar может быть ular bilan so'rashgan bo'lishingizlar mumkin. Mana qanday kelgan, ne qilgan, ashi, знаете, mana shu hozir Hasanjon kelganimizda aytdim-ku, uni o'limga chiqib qolgan. Mana o'zi kelib ketyapti o'zi. Понимаете, это серьезно. Шипасын берсин, рахмат. Biz o'zi soqliqda yashaymiz. Sizning adresingizni bilmaydi ekanmiz. Mana qo'shnimiz bilmaydi. O qo'shni qizini turmushga berdi. O polni denib pishiradi ekan. O boradi, emiki juma olib kelib qaytib olib kelib berdi. Soat 11 kech, el moshin ko'p. Sizlar nima qildingizlar? Men domlaga dam solganga keldim. Yo'q, bu tabib. Men как раз pishiradi doğru bojur tayyor ki olib keldi qizini. Shami? Mana dedim, bor lechini qil. Hozir jo'doshi olib kelib, ikkita, uchta bolali bo'ldi. Moskvada olib ketgan. Видите, cho'chqa. Biz qo'yishim bilmaydi. Yıldan beri, avgustdan beri bir dərgər TikTok'tan tanışıp şuğa sevap tapsın deb avgustdan beri barat. Avgustdan beri seansqa barat. Ama bir bu köp perejivayt etip iyilaytdı. 4 balası var. Mira qayaqqa barsan bar, mamolukka barasыңды, dərgərge barasыңды. Sen şifa tapsan boldu. Kecha sizga kelgan ilava. Ming bir dardga şifa bar, Xudo xolasa. Endi erta qayaqqa barsang men qo'shilib baray. Mana hozir mana shu ko'rdingiz, двухсторонний. Ha, shuni berdim-ku. Это yurma. Ben bu oralarni o'ri deb o'ylamayman. O menga hozir pastelga jatat, o'sha o'lim, o'shlar bilan qattiq ishlayman. Sizlardagi o'zlar o'ynab ishlab ketasizlar. O yurda. Bu joyga hijolat bo'lish kerak yo'q. Inshaalloh. Ehtiyot qiladi, Shveyada ishlaydi. Onday solnechniy nimalarga chiqmaydi. Men bu aytdim. Buni hozir Shveyaga ham o'tirganda, misol uchun hozir nimasi bor-da, bu normasi bor-da. 40 ta berdimi, 10 tasini nima qildimi, tikdimi, turish kerak, stanokdan jicha razminka qilish kerak, dag'i shundoq qil. Bu sizga yumush beradimi? Bularga только siz tikib berishingiz kerak. Bu sizning nimangizni kuybaydi u joningizga. Siz o'zingiz ehtiyot qilishingiz kerak. O'zini yaxshi qilsa bo'ldi.